yoshlar ham tashrif buyurishgan. Hurmatli hozir davlatimiz markaziga sahnamizga tashrif buyurgan so'z ustasi, ajoyib san'atkor Shukrullo Isroilov. Bundan tashakkaringiz marhamat. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Xushsizlar. Juda yaxshi romlar qildi. Bu mana shu O'zbekiston restoranida juda bir chiroyli to'y. Mana shu yoshlar bugun baxt kechasi hayotlarida o'tmas kunlar. Ilohim quyosh o'sha arisin, baxtli sozodlik bo'lsin. Kelin boshi singlimizni qalamlari qutlug' bo'lsin. O'sha bo'lgan joylariga tut qo'yib, qalay yozib, tinchib, qo'shandan qo'sha qarab baxtli sozodlik bo'lsinlar. Kuyovlar ukamizni qo'llari qamchi bo'lsin, kelin boshi singlimizni oyoqlari oq bo'lsin, xonadon yeri yugurib xizmatini qilsinlar. Xudoning suprasidan turib qo'ymasin, baxtlarini hamisha hamroz o'zlari hamroh bo'lsin. Farzandlari ko'payib, farzand to'ylarida xizmat qilish har birimizga nasib qilsin. Ilohim baxtli bo'lsin, o'shalarsiz to'y o'tkazsalar, ilohim sizlarning boshiga to'ylar chiqarsin. Kuyovlar baxtli bo'ling. Kuyovlar, ayo, Shahboz baxtli bo'l. O'shalaringiz zakoni bo'lib tushganini tabriklayman. Qo'lini bo'sh o'zida chiroyli qarshi chaqirsangiz, endi Shahboz ukamiz juda bir ajoyib san'atkor, milliy kompozitsiya bo'ladi, shoir desa bo'ladi, serqirra ijodkor. Butun marshrutka mashhur san'atkorlar hammasi qo'shiq asarlarida menga bir tiyinlik foydasi yo'q. Umuman Bismillah. Bir qarshi chaqirish shaxsan ko'rasiz, 500 so'm qilib olasiz. Rahmat. Shahboz baxtli bo'ling. Qo'shilib boshlasizlarmi? Azizlar, baraka top. Javobga rahmat. Shahboz, kelinlar bilan 500 so'm qilib kelinlar bilan. Kelin boshqa bo'ladi. Chiqarlar, quruq, baraka top. Rahmat. O'zim shartlamasizmi? Kelin qabul qilasiz. Shahboz, qaniylar bilan qabul qilasiz. Aman bo'ldi, tamam, o'tirib. Shunday qilsangiz hazırlayacağım. Bu Shahbozlar ham qo'shiqlarga mashhur san'atkorlarimiz qo'shiq asarlari, ma'ni shakillarga ma'ni xatlar maniki. Hurmat qilasiz, keyin to'rtlar san'atkorlar hammasi ko'rayotgan musiqiy teknik, bir siz bilayotgani yo'q. Bu san'atkor tilida tonsor deyiladi. Tekin to'y. Mana ko'rgan asarlar har bittasi 3 ta ashira, sezinglarmi? Sezinglar 3 ta ashira ketadi. Agar pulli to'y bo'lsa, pul bo'lganda olib ketadi. Onların 3 yetki ham bo'lib qisqa qiladi. Men baxtli bo'lsin, Shahboz baxtli bo'lgan, sog' malates. Umringiz uzoq. Necha bo'ldi kuyovlar kelin xonadoniga. Kelin taraf. Amirada chiroqchi o'zi 100 ming berdi. Yo'q, necha bo'ldi Shahboz. Men kelinlar so'radim, seni kelinlar bizlardan. Necha yo'q. Birinchi, bittasizmi? Voy malates, baxshi qilib ekan kuyov. Bir qaysi shu o'ziga bittadengni. Onlar da Shahboz, bitti yok, erkek var, olsa var, olmasa yok, böyle yok. Tam o 118. Mart bayramında kaynasını koygan var mı sen uğradı. Bunun şöyle bitti yoksa kaç mahalladan keldi, mahalla. Hatta ha? Yangiyon. Vay Allah, başımız yangiyondan geldiler. Ne zararı? Vay Allah. Mesela otaşıyım yani bir mahalle. Vahşi Shahboz onun aklını oraya gezsen. Uzaktan güvenliğe göre nerede takılıyor? Bir de kazıyor güvenliğe şu oraya güvenliğe. Zorla taşıyımı yangın masasında kimi başı kapı vurdu bir şahardan çıkıp bu yangın ketmişi yürüyüp otelesine çıkıyor. Böyle de baklı olursa boşakarsın. Şuraya bir hazır gelsin. Doğru mu? Farzanlayan doğum oğlanlıyorsun. Doğum oğlanlıyorsun. Hayatı kim ko'rni? Semiz deydi. Yani ben yoshlar doğum bakanım kelimiz Somalisining kasır oppoqqina sotuvchi ekan. Hali sigara sinimizda bir so'ppak mushu. U qizil hayot. Uning qanday sinima uylamagan bo'ydoqlar. Shahar o'rtasida ishlarga doğum bor. Uni uchastkam bor, yangi yo'lda dacham bor. 3 ta mashinam bor, sirkib ketdim. Bir mushu bo'lsa olardim. Bormi mushu? Desa harakatsan qo'yib eshitib
voy bor. Miyav durmuş ham. O'zini borni o'tkazgan. Inom baxtini berish, chiroyli bolalarga bersin. Bu 21-asr bolalari eng baxtli bo'ldi. Buni so'z va telefon bilishadi, kompyuter biladi. Bizning yoshligimizda so'z ham yo'q edi, kompyuter ham yo'q edi. Maktab paytida qizlar laptop o'ynardi, ko'rib rahmat maskaga berdi. Bolalar yarg o'ynardi, men eshikchi o'ynardi. Hozir bola rivojlanib ketgan. Mana qanaqa bo'lsa bola. Endi dumboqqan. Otingman sen? Umidjon. Endi kimni chiqarasan? Kuyovnimi kelinimi? Ha? Kimni chiqarasan? Kuyovnimi kelinimi? Shahbozimi kelinimi? Shahboz o'rtog'ingmi? Shahboz aka. Onamni akasi. Onangni akasi. Mana qarindoshiga maktab chiqdingmi? Ha? Necha sinf? 4-chi. Necha o'qiyapsan? 5. Mana desa 3 ko'ra 3. 3. İngilizce mi? 9. Ana desa katta bo'lsa kim bo'lasan? O'g'il. Ha? O'g'il bola. Nasıl kız mı? Katta bo'lsa kim bo'lasan? Kasbi. Ya sen. Ashulachi. Ashulachi mi? Mana desa, o'sha ashulachi chiqadi. Bugün bitta qarshi chap qo'ydi. Bugün zo'r ashulachi bo'ldi. Aynan deysanda. Men qo'shnim bolasi bor 6 yosh bir nima deydi oyisiga qarab, "Oyijon" dedi, "Men katta bo'lsam, Sulton Sulaymon bo'laman." Anturetini ko'rgan, yiriklarga dedi, onasini, "Voy bolam, tushma ko'r. Sulton Sulaymonning xotinlari ko'p bo'ladi, bolam. Meni ham xotinim ko'p bo'ladi, oyijon." Voy o'lmasam, nima qilasan shuncha xotindan? Bitta xotinim kir yuvadi. Bitta xotinim kir dazmollaydi. Bitta xotinim uy tozalaydi. Bitta xotinim ovqat qiladi. Bitta xotinim sizga qaraydi, oyijonim. Siz onasi ham xursand, umringdan baraka top bolajonim. Shuncha xotining bo'lsa, qaysi biri bilan yashaysan? Men hech qaysi bilan yashamayman, oyijon. Men siz bilan yashayman. Siz meni onamsiz. Desa onasi undan ham xursand, umringdan baraka top bolajonim. Adajoningiz qarang, qanday aqlli bola bo'lyapti o'g'limiz. Shuncha xotining bilan kim yashaydi bolam? Shuncha xotinim bilan dadam yashaydi, oyijonim. Siz otasi, "Voy, umringdan baraka top bolajonim." Otalar bor. Inom baxtini beraversin. Qo'sha qarisiz keling. Assalomu alaykum. Shahboz adirasiz. Salomat bo'ling. Rahmat. O'g'ri qo'ydi, rahmat. Keling bo'ldi, rahmat. Keling, rahmat. Onalar rahmat. Baxtli bo'lsinlar. Keling, rahmat. Kuyovni o'rtoqlari. Baraka topdi. Salom kapasitimizlar. Rahmat. Baraka top. Ziyoratlaring qabul bo'lsin. Rahmat. Bizni qistirish ham ziyorat deb bu. Baraka top. Rahmat. Sog'lig'ingiz oldingmi? Galiba kasini jo'naydi. Oldingiz oldingmi? Ne yapsak da? Lahki. Oldu mu saldın mı? Aldı mı? Ha? Saldı mı? Siz karattırız çoğunca evde. Karattırısınız. Ben ne çoğunca kımına varsanız kuzi çoktur gelin size. Kuzi çadağı kımına bir çoğunca maşallah koyuyor. Neysin? Kol sak gene yok. Niyet böyle. Kol sak var. Ya kolumu kaytarmayın. Niyet böyle okuyun. Kolumu kaytarmayın. Tuğuksuz bana böyle. Niyet böyle okuyun. Vay kol sakta. Vay niyet böyle okuyun. Vay kene. Geliyor, niyet böyle alayım. Bugün astagfirullah alayım, zeminsiniz de. Çönce karışıyor. Hadis diyorsa ki erkek şimdi birinden pasiye karaş günah bo'ladi. İnan baxtli bo'lsin, qo'sha qarsin. Chiroyli farzand beraversin. Shahboz qo'sha qaragin, baxtli bo'lgunkim, yaxshi farzand bersin. O'g'ilmi qizimni Xudo suprasidan qurib qo'ymasin. Qo'lini bo'sh bo'lsa, chiroyli qarsin chalib qo'ysanglar. Ahmet Esen'den sahnamizga yana bir ajoyib sevimli san'atkorimiz estradamiz yulduzi buni qo'shig'iga o'tirgan odam o'ynaveradi. O'tirgan joyda hamma o'rtak taklifini maza qiladi. Bu ham bo'lsa elimiz suygan san'atkor O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rashid Sharipov Shahzodov qarshigina. Hareketli Shahboz chiq o'rtaga. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Shukur aka. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Akajonim tabriklayman. Baxtli bo'linglar. To'ylar muborak bo'lsin. Kelasi shirinda shakar farzandlarning ota-onasi bo'linglar. Tabriklayman. Shu o'qishlarni siz uchun marhamat davriyalagan. Kechamiz davom etadi. Marhamat. Hurmatli tomoshabinlar. Bugungi to'y juda chiroyli bo'ldi, ko'z tegmasin. Shahboz va kishini bo'lishiga qaramasdan juda katta ishlar qilib Chunki baxtli bo'lishga majbur. Baxtli bo'lgan qo'sha qaraga yaxshi farzand bersin. Bolalaring yaxshi farzand berib, Rayhon Ganiyeva keldilar. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bizani oilamiz, oilamizning xotinim. Xullas, Shahboz baxtli bo'lib ham, baxtli bo'lish majbursan. Farzand ko'p bersin. Bu yoqqa bos.
bos, gazni bos. Hayotda gazini bos ukam. Shukrullo Isroilov, Mustaqil O'zbekiston davr uchun. Sog' bo'linglar.